Alangali salomlarimni Oyna televizionining aziz ko'ruvchilariga taqdim qilaman. Yana bir marta xursandman sizlar bilan birga bo'layotganimdan. Albatta bugun Anqaradan sizlar bilan birga bo'lyapmiz. Turkiyaga Afg'onistonning eng mashhur va eng iste'dodli san'atchilarimizdan bo'lgan Ojiseb Toj Muhammad bilan birgamiz bugun. Bularni suhbatlashamiz bular bilan birlikda. Bo'layotgan savollarimiz ularni haqida, o'sha qilgan faoliyatlari, san'at dunyosida va Afg'onistonni folklor muzikasini jonlantirgan bir shaxsiyat bo'lgani uchun ularni savolga olib keldik. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Men birinchi martadan sizni xush kelibsiz deyman Turkiyaga va bu yerdagi vatandoshlarimiz bilan, umuman bu yerda o'qiyotgan o'quvchilarimiz bilan mana bugun bo'lgan konsertga kelib qatnashdingiz. Juda ham butun o'sha bu yerga o'qiyotgan butun o'sha o'quvchilarni dillarini shod qildingiz. Buning uchun sizga juda ham minnatdorchilik bildirib, so'zni sizga bermoqchiman. So'z shuki, shu bolalarki vatandan chiqibdilar, shu yerga kelibdilar. Har ishtaga o'qiydi. Meni Xudoy pokdan orzu tamannom umidim shuki, shu bolalar sohibi bir san'at, sohibi bir ilm bo'lib vatanlariga borsa, men xursand bo'laman. O'sha uchun qo'shiqlarimni, taronalarimni shu yigitlarga o'qidim. Sog' bo'ling yana bir marta. Oysa men sizni o'sha muzikka boshlagan hayotingizdan qanaqa qilib muzikaga qiziqdingiz va bu dunyoga kirdingiz va Afg'onistonda o'sha turk san'at ashulalarini va qo'shiqlarini har doim millatga yetishtirib, ularni tarixidan har o'sha to'plamda bo'lgan va o'sha millatimizning ichida bo'lgan folklor qo'shiqlarni olib kelib har zaman o'qigansiz. Men shuni so'ramoqchi edim sizdan. Qanaqa qilib musiqaga boshladingiz? Qayerdan boshladingiz? Men shu talib edim. 15 yil madrasani o'qiman, tafsir Qur'on, hadis nabaviy. Bularning hammasini o'qidim. Bil oxiri ro'zg'or meni aylantirdi bir korganlikka. Boshqa vazifa menga topilmadi. Bordim tafavvusotga, solib tinjoga. Korganlikka shomil bo'ldim, ishchilikka. O'rga qaradim, shoir so'ziga qaraganga al-ishqu narun yuharriku masallalloh, yo guzashta tarixdon, bilimdon otalar arab tiliga aytilgan bu so'z, shu qo'shiq, shu she'r, tarona va adabshunosi shuni o'zi bir alav ekan. Shu hunarmandlarni yondirar ekan shu. Ana shu ishq menga qalbimga tushdi. Yana Shari Sayib yo Gulshari Sayib, Vohidi Sayib, Yoqub Vohidi bilan kattalarimiz qaradilarki menga shu iste'dod bor, tabiiy she'rim bor, ovozim yaxshi, ohangni yaxshi o'qiy olaman. Meni tashviq qildilarki, boyat shu millatingni farhangi, millatingni tili, millatingni ohanglari, millatingni tarixi. Sen boyat o'lguncha mana shuni qo'lingdan berma, shuni asragin, shuni to'dalaringga taqdim qilib yetishtirgin deb o'shani menga nasihat tavsiya qildilar. O'sha gap hanuzam qulog'imga taqriban 40 yil bo'ladi. Bu yo'lga men qatnashaman. Umidi, tamanno, orzum mana shuki, to'g'rilguncha bu tariximda, farhangimda, kulturimda, onamning tilini va millatimning tilini asarlarni yitirmasam, o'qisam. Ko'p sog' bo'ling, san'at sizning o'sha iste'dodingizga, o'sha qilgan faoliyatlaringizga. Oysa men bola edim, kichkina bola edim. Televizorga qaraganimda sizni bir ashulangiz chiqardi. O'sha Afg'oniston milliy televizionisidan o'sha paytlarda Otajon Ram qiling degan qo'shiqlar, haligi Doktor Darmon bilan boshqa san'atchilarimiz bilan birlikda sizlar sahnaga chiqaydinglar. Kobulda shunaqa faoliyatlaringiz bo'ldimi? Masalan, bir turk orkestrasi tuzataylik, musiqani boshlaylik deb. O'sha eski bir guruh degan bir narsa bo'lib o'tdimi sizlarga? O'sha tarixga bizlarda bir guruh, banomi guruhi Gulshan edi. Necha yil bunga qatnashdik, zahmat tortdik. O'sha guruhi Gulshan har yoqqa titib paroganda bo'lib ketdilar. Sonra Kobulga banomi guruhi Zafar bir guruh tuzaldi.
uni rasiga Shafijon Azimi bor edi. Rashida Jola, Abdulaziz Sahar, Doktor Darmon, men ham shu Humoyinjon, Rashid aka Dutor Navoz. Bizga ko'p katta umid orzu ediki mana shu guruh bilan. Bizda ana shu hozirgacha guruh yiqilmasa, oyoqdan tushmasa, bizda shoyat shu O'zbekiston artist yo san'atkor hunarmandlari bilan do'sh-badosh barobar urushsak edi. Bo'ladi biz. O'sha tarixdan barobar Sadriddin intizor. Men ustodim bo'ladi. U folklorshunos edi, men o'zim folklorni bilmaydim. Bu folklorlarni yig'aydi, jamlaydi, to'dalarga bildiraydi, yeshittiraydi. Ana bu asarlarda masalan Zulayxojon Jigi, Hazrati Yusuf Zulayxo dostonidan yoki Otajon rahm qilib lutfi karimona qiling. Buni ko'p katta tarixi bor, taqriban 400 yildan ham ilgari. Bir oilaga bir mayda bola tug'iladi, oilam kambag'al. Bu yigit bo'ladi. Sonra shoir adib bo'ladi, ovozxon bo'ladi. Shu qo'shiqni 400 yil ilgari shu bola otasiga aytadiki, Otajon rahm qilib lutfi karimona qiling. Yoki maymadamizga yozuv zebo. Bu sarchashma degan joyga bir yozib Zebojonga qavun podiz ekadi. Bu asar ham shu mardumda og'zidan bizga meros qolgan folklor. Yoki Gulnorjon, Oyim opajon siz meni buncha hayron aylamang. Chimillig'ing chip-chinor, to'dalarimiz kelin bilan kuyovni bir parda banomi chimillik tomni o'rtasidan tutaydi, kelin bilan kuyovni orqaga o'tkazib, ikkovini to'xtatib o'sha joyga, sonra yana to'y kechasi. Kelin kuyovni yigit oshnalari va qavm xeshlari pulisiyo, nuqul, mayiz, nuxut, bodom, pista, yong'oq yiltib sochaydi. Chimillig'ing chip-chinor, bo'ying chinor yor, bo'yingga ko'z tegmasin, olay tumor yor. Mana shu hammasi bizda folklor yig'dik. Folklorlarni yig'ib to'dalarimga, qavmimga taqdim qildim. Va yana men ko'rdim kitoblarda axtarib millatimda doston asarlari bor ekan. G'arib Shosanam, Zaynal Arab, Sulton Ibrohim, Devoni Hazrati Mashrab Bobarahim Mashrab. Mana shu kitoblarda men asarlarni topib olib mardumga o'qidim dostonlarda. Bu ham folklor yoki qadimiy tarix dostonlar bizdan qolgan asar. Men mardumga o'qib bildiraman. Otajon ram qilib lutfi karimona qiling, menga quyona qiling, birgina qizga meni to'xtatib omshona qiling, meni ham xona qiling, birgina qizga meni to'xtatib omshona qiling, meni ham xona qiling. Sog' bo'ling Yusuf. Men musiqiy faoliyatlaringizga yana qaytib kelaman-da, faqat albatta televizion ko'ruvchilari va sizni hozir qarayotgan butun mehmonlarimiz sizni oilaviy o'sha oilangiz bo'lgan haqida ham ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Men sizdan shuni so'ramoqchi edim. Qaysi yilda to'y qildingiz? Nechta bolangiz bor? Bolalaringiz nima ish qiladilar? Sizda o'sha bo'lgan bolangiz kelajakda ham sizday mana shunday san'atkor, san'atchi bo'lmoqchimi? O'sha ota kasbini davom bermoqchimi deb so'ramoqchi edim. Endi bir tagina o'g'il va uni oti Lutfullo. Buni nima tuzataman? Aziya xona deydi yak devona. Unga qaradimki, iste'dodi bunda, hunarisi yo'q. Workshop misrani tuzatdim, tayp, televizion, video, CD, mana shu mashina chaynal, botpaka, yaxchol, kuylar mana shu narsalarni tuzatadi. Uni misrani xonasi bor. Ishlayapti 5 ta nevaram, 3 ta o'g'il, 2 ta qiz. Ana men qo'shiqlarimni o'qiyman, mardumimga qaradim, bu o'g'ilga buncha tavono, qudrat, iste'dod, ilmiyat bu narsalar farhangdan uzoqroq. Ana men bo'lgancha men o'zim o'qiyman men. Sog' bo'ling Yusuf. Yana kelmoqchiman. Hozirgi faoliyatlaringizda ustiga kelmoqchiman. Bu kunlarda qaysi faoliyatlaringiz bormi, yo'qmi? Masalan, toza qo'shiqlaringiz arjumandlaringizga va muxlislaringizga eshitadigan toza biron yaxshi xabaringiz bormi? Meni avval o'sha ohanglarni kim o'qiydi, o'sha vaqtlar yaxshi navozanda u yaxshi hunarmandlar menga muyassar bo'ldi. Biz Bovadan tambur chalaydi, Modilon Nuri yo Shafijon Qo'shqorcha.
mana shu hozir o'sha narsalar meni oldimdan kamaygan. Va xotiri buki Rahmat Azimi gudomdor o'lib ketdi, bir tambur namozim bor edi, Ijro Og'omat o'lib ketdi, Madilla Nuriy intizor. Bu oshxona maydon hunarni qo'yib berdi. Bir tezoda har qaysi harakat Paroganda bo'lib har mamlakatga ketdilar. Meni og'ayni mana Hayot Said Hayotullajon Kamol birgamga mana shu qolgan yangi qo'shiqlarim ko'p bo'ladi. Xirman. Lekin qadimlar katta dastgoh mashinalar bor edi. O'sha betarin navozandalarni men yig'iydim. Kalama-kala bo'ldik, ohanglarimni o'qiydim, to'ylarimga taqdim qildim. Mana shu hozircha o'shanda yaxshi navozandalarni topa olaman. Har bir 3-4 rupiya pul menga bakor shu dostonlarimni past tiriltirsam, mehyo qilsam, zinda qilsam, mardumimga o'qisam, yo yangi qo'shiqlarimni o'qisam, bir tor bilan bir maydonga qolib biz sonra buni bilan o'qib kim mardumimga men taqdim qilsam, sonra men ko'p kam kelaman hunarimdan degan. To'g'ri. Oysep siz ko'p faoliyatlar qildingiz. Umuman Afg'oniston turk san'atkorlari ichida o'sha eski tarix Kobulda juda ham qattiq vaziyatlarda boshladingiz, shu hozirgacha keldingiz. Afg'onistonda shu hozirgi san'atchilarni vaziyati qalay? Shu bo'lgan vaziyatdan xursand emasmi? Sizni kelajakdagi planlaringiz nimada san'at dunyosida, umuman Afg'onistondagi o'sha turk san'atini haqida? Meni ustodim bor edi, ustod G'affori Kamolan qo'ygan edi, u shashmaqomdon edi. Bekafar, begor, benon o'lib ketdi, mardumimiz o'shanga qaramadi. Abana bir ikkita uchtagina qolib biz shu tavajjuhi kattalarimiz, puldorlarimiz, o'zbeklarimiz yo turkmanlarimiz va boshqa kattalarimiz hunarmand bir o'ziniki emas, bir millatga emas. Tojiki bo'lsin, pashtusi bo'lsin, azarasi bo'lsin, har kimki bo'lsin. Bizda taqviya bo'lsa, bizdan hamma narsa tushadi. Taqviya bo'lmasa, bir chizinochiz qolganim o'ladi. Shunaqa. Endi Oysep mana shu yerdan ba'zi san'at sevarlar bor. Umuman yordam qilmoqchi bo'ladi. Sizlarga o'sha Afg'oniston san'atini yanadan o'rtaga keltirish uchun o'zidek iste'dodli insonlar kam bo'lsa ham kelayotgan nasllarga tarbiya berish uchun biron payomingiz va messengiz bormi ularga? Sizga masalan yordam qilsalar, maktab qurishda, kurs qurishda, bunday planlar bormi? Men 2 yil ilgari Hayotullajon bilan Said Hayotullo Kamol bilan bir daftar ochdim, daftari musiqiy maktab ichidan bo'y iste'dod, xush ovoz, xush tarannum, yaxshi balalar terib olib o'sha yerga yig'sam mana shu hunar o'lmasin deb. Talashdim, 1,5 yil o'sha daftarni kirosini ikkovi berdik. Shu qavmlarim ko'may qilmadilarki, bir O'zbekistondan oloti musiqiy kambud bizga shunda keltirib ko'maylashsa o'sha daftarni bizga tiriltirsak, balalarni birda bizga yig'sak. Va unga yana o'z qavmlarimiz ichiga rubobchalaykan bor, tamburchalaykan bor, dutorchalaykan bor, doirachalaykan bor, mana torni Hayotullajonning o'zi chaladi. Bizlarning umidimiz shuki shu to'dalarimiz, qavmlarimiz, kattalarimiz bizdan bilan bir ko'maylashsa, bir hisob banki ochsak bizlar. Bir chizinochi, bir tufaydan bizlarga ko'may qilsa, shu navozandalarga o'sha pulni olishingizdan bizga maosh bilmoqda o'shalarga qo'limizdan bersak, har oqshom, har ro'z bir ro'ziga 1 soat, 2 soat, 3 soat bir tayin bir kitob bozori tayyorladi o'rga. O'sha puldan o'shalarni qo'liga bersak, shu balalarni yig'sak, anoz ham tiriltira olamiz bizlar. Bizlarda umid tavonamiz bu kattalarimizdan. To'g'ri, o'sha to'g'ri. Umid qilaman, oyna televizionni qarayotgan butun o'sha san'at dunyosiga faoliyat qilayotgan va mana shunaqa iste'dodli ovozxonlarimizni, san'atchilarimizni yordam berayotgan butun har kim Oysepning sesini eshitgan bo'lsalar, Oysep yana men sizdan yana bir savol qilmoqchi edim. Ilgaroq nimadan bahs qildingiz? O'sha Afg'onistonda turk folklor qo'shiqlaridan bahs qildingiz. Umuman bu qo'shiqlarni qayerdan olasiz? Ya'ni biron manba, yozilgan manba bormi yoki insonlarning orasida og'zaki shaklda sizlarga o'tib keldi? Bizga aytdimki, bu tarix, ota bobo otalar so'zi, aqlning ko'zi. Bu narsalarni tariximiz, qadimiy ulug' insonlar, farhangshunoslar, ali adablarimiz bizga meros qo'ygan o'shani aqtarib topib olamiz. Asarlarning yuzidan, kitoblarning yuzidan, mo'yseped qarib qolganlarning og'zidan eshitib bizlar yig'ibmiz. Oysep, xursand bo'ldim siz bilan suhbat qilayotganimdan. Yana bir marta xush kelibsiz Turkiyaga va bizlar bilan bo'lganingizga. Oyna televizion aziz ko'ruvchilariga oxirgi bir payomingiz bo'lsa, messengiz bo'lsa, Oyna televizioni kamerasi va payomim shu, bir shoirimiz aytadi, ketmagay
mehriz ilim, yo ketmagay mehriz hunarim. Jismimda jonim bor ekan. Balki bir jonim demasman, ustaxonim bor ekan. Men millatimga, qavmlarimga, farhangshunoslarimga, adabshunoslarimga, ulug'vorlarimga va'da beraman. Men o'lguncha mana shu yo'lda ta'qib qilaman. Shu onani tilini, millatimda tilini, asarlarini, tarixini bu yerga qo'shiqlarga keltirib, ohanglarga keltirib aytsam shularga bildirsin. O'qisin. Sog' bo'ling, ko'p salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aynan turizmning aziz ko'ruvchilari, bugungi suhbatimiz hurmatli Alisher Toshmuhammad bilan birga edi. Bizlar bilan birga bo'lganlaringizdan ba'zida xursandmiz. Yana bir marta rahmat deb qo'yamiz. Yana keladigan ko'rsatuvlargacha sizlarni Xudoga topshiramiz. Sog' va salomat bo'ling. Salomat. Otajon ram qilib